2026 yilgi Chevrolet Cobalt yangilangan dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va kundalik foydalanish uchun qulay xususiyatlari bilan bozorga chiqmoqda. Ushbu model o'zining ixcham sedan kuzovi bilan shaharda ham, uzoq safarlarda ham ishonchli avtomobil sifatida tanilgan. Old qismi zamonaviy radiator panjarasi, yangilangan farlar va aerodinamik chiziqlar bilan yanada jozibali ko'rinishga ega bo'lgan. Kuzov o'lchamlari oilaviy foydalanish uchun yetarli bo'lib, salon ichida kenglik hissi beradi. Ichki makonda sifatli materiallar, qulay o'rindiqlar va ergonomik boshqaruv elementlari joylashtirilgan. Old panelda raqamli displey va multimedia tizimi mavjud bo'lib, u smartfon bilan tez va oson ulanadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. 2026 Chevrolet Cobalt dvigatel jihatidan tejamkorlikka alohida e'tibor qaratadi. Yoqilg'i sarfi kam bo'lib, kundalik xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Avtomobil avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari bilan taklif etiladi. Bu esa turli haydovchi didiga mos keladi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham yumshoq harakatni ta'minlab, yo'l shovqinini kamaytiradi. Xavfsizlik tizimlari orasida ABS, EPT, barqarorlik nazorati va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Ushbu imkoniyatlar haydovchi va yo'lovchilarni har xil vaziyatlarda himoya qiladi. Agar siz avtomobillar haqidagi shunday batafsil va ishonchli ma'lumotlarni muntazam ko'rib borishni istasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda siz eng so'nggi modellarning sharhlari va yangiliklarni topasiz. 2026 Chevrolet Cobalt'ning texnik ko'rsatkichlari uning kundalik hayotda qulay va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Dvigatel quvvati shahar harakatida tezkorlikni, magistral yo'llarda esa barqaror tezlikni ushlab turishni osonlashtiradi. Yoqilg'i tizimi optimallashtirilgan bo'lib, kam sarf bilan uzoq masofani bosib o'tish imkonini beradi. Rul boshqaruvi yengil va aniq bo'lib, tor ko'chalarda mashinani boshqarishni osonlashtiradi. Tormoz tizimi tezkor javob beradi va favqulodda holatlarda ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Salon ichida iqlim nazorati tizimi mavjud bo'lib, har qanday ob-havoda qulay muhit yaratadi. Orqa o'rindiqlar keng joy taklif etadi. Bu esa oilaviy sayohatlar uchun muhim afzallik hisoblanadi. Bagaj bo'limi kundalik xaridlar yoki safar yuklari uchun yetarli hajmga ega. Yoritish tizimi LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, tungi haydashda ko'rish imkoniyatini yaxshilaydi. Multimedia tizimi orqali navigatsiya, musiqa va qo'ng'iroqlarni boshqarish mumkin. Ichki shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan bo'lib, yo'l shovqini kamroq seziladi. Xavfsizlik kamarlarining eslatma tizimi va orqa kamera haydovchiga qo'shimcha qulaylik beradi. Ushbu model iqtisodiy narx toifasida taklif etilib, sifat va narx muvozanatini saqlab qoladi. Kundalik foydalanish, ishga qatnash yoki oilaviy ehtiyojlar uchun 2026 Chevrolet Cobalt yaxshi tanlov bo'la oladi. Avtomobil texnologiyasi va funksiyalari haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormang. 2026 Chevrolet Cobalt foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirilgan qulayliklari bilan ajralib turadi. O'rindiqlar uzoq masofalarda ham charchoqni kamaytirish uchun ergonomik shaklda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindigi balandligi sozlanishi mumkin. Bu esa turli bo'yli haydovchilar uchun qulaylik yaratadi. Asboblar paneli aniq va tushunarli ko'rsatkichlarga ega bo'lib, haydovchi e'tiborini yo'ldan chalg'itmaydi. Avtomobil ichidagi saqlash joylari mayda buyumlar uchun qulay joylashgan. Elektr oynalar va markaziy qulflash tizimi kundalik foydalanishda qulaylik qo'shadi. Yon oynalarning isitilishi sovuq ob-havoda ko'rishni yaxshilaydi. Dvigatel ishga tushirilganda tebranish darajasi past bo'lib, sokin haydash tajribasini taqdim etadi. Osma tizimi mustahkam bo'lib, uzoq muddatli foydalanishda ham ishonchliligini saqlaydi. Shinalar bilan moslashuv yaxshi bo'lib, yo'l bilan mustahkam aloqa hosil qiladi. Avtomobil ekologik me'yorlarga mos ravishda ishlab chiqilgan va chiqindi gaz miqdori kamaytirilgan. Bu nafaqat atrof muhitga, balki haydovchi cho'ntagiga ham foyda keltiradi. Xizmat ko'rsatish xarajatlari nisbatan past bo'lib, ehtiyot qismlarining mavjudligi oson. Shu sababli 2026 Chevrolet Cobalt uzoq muddatli egalik uchun qulay variant hisoblanadi. Agar siz avtomobil olamidagi yangiliklar, texnik tahlillar va foydali maslahatlarni muntazam ko'rishni istasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'ling va videolarga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz yangi kontent yaratishimizga yordam beradi.